Soliqlarim bo'limiga kiring. Soliq imtiyozini qaytarishga, keyin professional va oliy ta'limga kiring. Pastda xususiy bog'cha, maktab va ipoteka kreditini to'laganlarga ham bor. So'ralgan ma'lumotlarni kiriting. To'langan umumiy summani ko'rsating. Cheklaringiz bo'lsa QR kodini skanerlang yoki bitta qilib kvitansiya va shartnomani faylini oldin telefoningizga saqlab, keyin PDF da biriktiring. Davom etishni bosing. Jami summa va qaytarish summasi hisoblandimi? Davom eting. Ma'lumotlarni tekshirishni bosib ko'rib oling. Summani avtomat hisoblaydi. Endi yuborishni bossangiz bo'ladi. Arizani yuboring. Ro'yxatga olindimi? Endi ortiqcha summani qaytarishga ariza beramiz. Asosiy menyuga qayting. Cashback va imtiyozlar bo'limidan ortiqcha to'lovni qaytarishga kirib, qaytarishni bosing. Plastigingizni olgan bankka tranzit raqami va infosini kiritasiz. Uni bank ilovasidan ko'rib olsangiz bo'ladi. Ariza yuborishni bosing. Sizga yaratilgan arizani raqamini va ko'rib chiqish muddatini ma'lum qilinadi. Holatini kuzatib turishingiz mumkin. Rad etilsa batafsilda sababini ko'rsatiladi. Jarayondaligi yoki ijro etilgani ham ma'lum qilib turiladi.